Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shogirdlik kursi bo'yicha keladigan savollarga aynan bu kursni bitiruvchilar bilan birgalikda javob topamiz. Bugungi kunda psixologiyaga qiziqib, psixologiyada o'qib, o'z faoliyatini boshlamayotgan o'quvchi qiz-ayollarimiz juda ham ko'p. Shulardan mani o'quvchilarimni hozir aynan mani shogirdlik kursimda o'qib nimalarga erishdi, nimalarni anglashdi va aynan bu sohani boshlash uchun qayerdan va nimadan boshlash kerak ekanligini bilmagan o'quvchilar amaliy psixologiya kursiga kelib 2 oy davomida o'z ichki savollariga javob topishdi. Bu haqida bugun birgalikda suhbatlashamiz. Amaliy psixologiyaga qiziqadigan, psixologiyada o'qiydigan va uyda o'tirib psixologik bilimlarga ega bo'lishni istagan har qanday rivojlanuvchi o'qish imkoniyatiga ega va shundan mana bu yerda aynan psixologiyada o'qiydigan oliy ma'lumotli psixologlar va qattiq psixologiyaga qiziqadigan o'quvchim ham borlar. Hozir savol beraman. Qani sizdan kelgan savollarga javob topamiz. Ko'moli, psixologiyaga qiziqishingiz qachon boshlangan va o'zi psixologiya qanaqa fan va kasb ekan? Psixologiyaga, ya'ni bu yo'nalishga kirib kelishim o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Men o'zim oldindan qiziqardim. Boshida qiziqqanim detektiv yo'nalishi bo'yicha qiziqib, ya'ni buni ildizida psixologiya, ya'ni insonlarni o'rganish tarixi borligi bilan kirib keldim. O'zi bundan oldin meni ma'lumotim meditsinskiy taraflama bo'lgan. Men meditsina yo'nalishida ishlab, psixologik munosabatlar bilan to'qnash keldim. Ya'ni insonlar bilan menda unaqa to'g'ri muomala olib borish kamroq edi. Men sal jizzakroq edim, qizishib ketardim. Ya'ni men tushuntirsam, meni tushunmayotgan insonga nisbatan qizishib ketardim. Demak, muloqot va munosabatni kamligi bor edi, ha. Lekin ham ishlab, ham o'qiganim sababli ozgina bo'lsa ham o'zimni bosib kelardim, lekin tezroq edi. Hozirgi kunga kelib, misol uchun sizni amaliyot kursingizga qatnashib, yana ham nima deydi, tushunish kerakligini, yana ham munosabatga to'g'ri kirish kerakligini, ya'ni bu to'g'ri kirishmaslik meni o'zimga minusligi, buni ketidan meni o'zimda asabiylashish kelib chiqishini tushunib, hozirgi holatim men juda ham stabilniy, o'zimni har qanaqa jihatda, har qanaqa vaziyatda bosa olayman. Demak, anglab yetdingizki, sizni hayotingizdagi xatoliklarni bir sababi bu sizdagi munosabat va muloqotdagi xatoliklar deb bildingiz va psixologiyaga kirib keldingiz. Demak, siz psixologiyani universitetiga kirdingiz. Xo'p, 4 yil o'qidingiz. Albatta. Va bu soha bo'yicha qanaqa fikr uyg'ondi sizda? Bu soha bo'yicha uyg'ongan fikrlarim emas, bor fikrlarimni ham anaqa bo'lmaydi, qisqartirib yoki kamaytirib bo'lmaydi. Juda ham bu yo'nalish keng, juda keng, o'rganib ham tugatib bo'lmaydi. Psixologiya cheksiz fan hisoblanadi. Cheksiz fan hisoblanadi. O'rganib ichiga qancha kirsangiz, shuncha yangi ma'lumotlar, shuncha yangi yo'nalishlar kirib uni topishingiz mumkinki. Sababi nega psixologiya cheksiz deb o'ylaysiz? Chunki har psixologiyani o'sha ruhiyat bilan ishlangandan keyin har bitta inson individual shaxs hisoblanadi. Har bitta insonning o'zining psixologiyasi bor. Ya'ni men bular bilan o'xshash emasman, organizmim nima deydi, tuzilish jihatimizdan o'xshash bo'lishimiz mumkin, lekin ichki organizmimiz, ongimiz turli xil bo'lganligi uchun yashash tarzingiz, qabul qilishingiz, dunyoqarashingiz, oddiy mana hozir gaplashdik, munosabatimiz даже men o'sha vaziyatga noto'g'ri munosabat bildirilgani, bularga hech qanaqa nima deydi, bularni jahlini chiqaradigan vaziyat bo'lmasligi mumkin. Bularga shunchaki oddiy tuyulishi mumkin. Chunki bularning dunyoqarashi shunaqa bo'lishi mumkin. Endi psixolog dunyoqarashi qanaqa bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Demak, psixolog o'zini
Ya'ni mijozlar bilan ishlashga avval o'zini tayyorlash kerak, o'zini ichki savollariga javob topish kerak. Qachonki psixolog o'zidan qoniqib, o'ziga xotirjamligini bera olsa, uni kelgan mijoziga o'sha xotirjamlikni bera oladi. Mijoz o'zini ichki savollariga javob topish uchun, muammolaridagi chigalliklarga yechim topish uchun psixologga keladi. Psixolog uni birinchi bo'lib eshitib berish kerak. Yig'laydi, stressda, kimnidir yomonlaydi, to'g'ri narsani qiyshiq deyishi mumkin. Avvalo bu borada psixolog ha, sen to'g'ri yo'ldasan. U kimnidir yomonlab kelgan bo'lishi mumkin, u kimdandir nafratlanib kelgan bo'lishi mumkin. Ammo siz birinchi boshlang'ich qismida ha, sen to'g'ri yo'ldasan deb siz uni tasdiqlab olishingiz kerak. Nima uchun? Sizga u ishonishi uchun. Aynan o'sha mijozingizni o'zingizniki qilib olishingiz uchun birinchi psixolog uni eshitib berishi kerak. U sizga yarim soat, 1 soat o'zini holatini tushuntirib beradi. Ana endi u gapirib bo'lgandan keyin birinchi bosqich mijozingizni eshitish bo'lsa, ikkinchi bosqich siz uni o'rganish. O'shaning uchun birinchi psixologlar diagnostika qiladi. Diagnostika degan narsa bor. Biz kuzatamiz. Biz unga qarshi chiqmaymiz. Qanaqa holatda bo'lsa ham, ha, sen to'g'risan deb turamiz. Ikkinchi bosqich biz korreksiya qilamiz. Ana endi u noto'g'ri yo'lda bo'lsa, biz uni qaysi tomonga ketishi kerakligini o'rganib chiqib, unga kerakli tavsiyani beramiz. Psixolog majburlamaydi. Psixolog shart qo'ymaydi. Ya'ni qaror qabul qilish insonni o'zidan bo'ladi. Shu uchun men shu kun darsda misol keltirdim. Ya'ni mijoz kelib 2 kere 2 5 desa, ha, seniki to'g'ri deb turishingiz kerak. U qachonki 2 kere 2 to'g'ri desangiz, sizni ham tushunmasligi mumkin. Agarda siz o'sha paytda 2 kere 2 to'g'ri deb siz unga tushuntirmoqchi bo'lsangiz, chunki u 5 deyapti. Demak, meni psixolog ham tushunmadi deb ketadi. Psixolog kishini oson deb o'ylashadi. Juda ham qiyin, chunki nega? Inson ruhiyati har xil. Kimgadir o'ng tarafdan, kimgadir chap tarafdan, kimgadir tepadan, kimgadir pastdan, juda ham cheksiz. Psixolog shunaqa usta bo'lishi kerakki, vaziyatlarni ko'rsatib berish kerak. Siz vaziyatni ko'rsatishingiz uchun avvalambor uni eshitib olishingiz kerak bo'ladi, uni o'rganib olishingiz kerak. Ya'ni psixolog to'g'ri diagnostika qilishni bilishi kerak bo'ladi. Ko'pchilik psixologiyani bitirib, birinchi bog'chaga ishga kirishadi. Chunki kattalar bilan ishlash uchun psixologga o'zida baza bo'lmagandan keyin, praktika bo'lmagandan keyin qanaqa qilib kattalar bilan ishlaydi. Bu to'g'ri yo'l. Psixolog mana universitetni bitirib, qizlarimizni birinchi bog'chaga. Ya'ni bolalar psixologiyasi aslida oson deb o'ylashadi, lekin men bolalar bilan ham ishlayman, qizlar. Katta inson bilan ishlash osonroq. Katta inson o'zini dardini, og'rig'ini, muammosini aytib yetkazib bera oladi. Lekin bola gapirib bera olmaydi. Deylik, katta insonni 3 ta, 4 ta, 5 ta savol bilan siz diagnostika qiladigan bo'lsangiz, bolani 2-3 oy bilan har xil metodika, o'yin, har xil terapiyalar, skaskalar bilan bolani holatini o'rganish kerak bo'ladi. Lekin men har doim aytaman, universitetni bitirib, endi psixologiyaga kirib kelayotgan o'quvchilarimga aytamanki, bolalar psixologiyasidan boshlayver. Juda ham katta praktika olasan. Chunki bolani natijaga olib chiqish uchun uni ota-onasi bilan yuzlanadi. Ota-onasidan juda ham ota-onasidan oladigan ma'lumotlari bilan psixolog o'zini ustida ishlashni boshlaydi. Kamchiliklarini to'ldirib boradi va bora men shu ota-onaga tushuntira oldim, shu bolasini natijaga chiqaza oldim deydi-da, demak men ona bilan ishlayapman. Chunki ona bolasini natijaga olib chiqish uchun uydagi muhitini aytib beradi. Qaynonasi, qaynotasi, opa-ukasi, katta farzandi, kichkinasini psixolog ketadi. Voy, siz mana mutaxassisiz deb bolamni o'jarligi, tajangligi, adasidek ishdan kelib urishadilar. Yoki adasidek erkatoy qilib yuborganlar. Psixolog ana shu onaga javob berish kerak. Chunki nima uchun farzandim shunaqa holatda deydi. U uchun psixolog yana ham o'z ustida ishlash kerakligini biladi. Eng zo'r baza bog'cha hisoblanadi psixologlarga ham. Xo'p, Maftuna, o'z faoliyatingizni qayerdan boshlamoqchisiz? Mana universitetni bitirdingiz.
endi qanaqa planlaringiz bor? Endi planlarim bog'chaga ishga kirish edi. Mani bog'chaga kirishimda menga shu amaliyot yetishmayotgan edi. Men kurs qidirdim, sizni topdim. Sizga rahmat bilimlaringizni ayamaganingiz uchun. Shu o'zimni faoliyatimni boshlashim uchun bu psixologiyani yana ham chuqurroq o'rganish maqsadida kursga qatnashdim. Aynan bu kursga kelmasingizdan oldin nima sizni cho'chityotgandi? Yo'q, uyda o'tirganim sababli chiqmaganim hali. Ha, cho'chib ko'rmadim. Cho'chib ko'rmadim hali. Ha, demak, men psixologiyani bitirdim va bu sohani o'rganishim kerak deb, demak, sразу siz bu sohani o'rganishga tushdi. Ota-ona sizga bolasini topshirsa, sizni natijaga chiqarib bermasangiz ham uyatda. Voy, chiqarib bermasangiz ham uyatda emas, chiqarishingiz kerak. Siz mutaxassissiz. O'sha mutaxassis maqsadida men yana ham chuqurroq bilishim uchun o'qishga. Ya'ni ota-onani ishonchini oqlash. Menga ko'p murojaat qilishadi. Kasbingizga yaxshi yo'nalish, yaxshi yondosh, to'g'rimi? Mana mengacha ko'p murojaat qilishadi, ishga kirib olishadi. Kirib olgandan keyin Instagramdan yoki Telegramdan murojaat qilishadi. Voy, Dilafruz, sizni kursingiz bor ekanda, shogirdlar yoki siz psixologsizda deb menga bitta ona keldi-da, mana shunaqa vaziyat, nima qilishim kerak o'sha yerda? Ishga kirishdan oldin o'sha vaziyatlarni ozgincha bo'lsa ham o'rganish kerak. Mayli 100% bilim yoki 10 yillik, 15 yillik tajribaga ega bo'lib, oldin o'z ustingda o'rganib keyin ishga kir deyilmaydi. Ish, faoliyat, tajriba hammasi birga ketadi. Ammo insonda ozgina bo'lsa ham mas'uliyat. Ishga kiryapman. Nimadan boshlashim kerak va meni aynan bu sohada meni vazifam nima degan savolga javob berish kerak. Demak, bog'chaga yoki maktabga ishga kirdimmi psixolog? U bolalar bilan ishlaydi, pedagoglar bilan ishlaydi, ota-onalar bilan ishlaydi va o'sha bolalardagi bo'layotgan holat bilan ishlaydi. Va individualniy o'sha bir bolani o'zini tarbiyasi, ya'ni oilada, maktabda muhit bo'yicha ishlaydi. Mana shu jarayonlarni bilib kirgan mutaxassis cho'chimaydi. Ota-ona o'sha psixolog oldiga kelib, psixolog mana mening bolam ko'rib bering deganda nima javob berishni biladi u. Birinchi o'zi nimadan boshlash kerak? Ota-ona keldi, bola ota-onani murojaatini, aynan bolasini qaysi tarafi yoqyapti, qaysi tarafi yoqmayapti, uni eshitganimizdan keyin bolani o'shanga qarab turib korreksiya qilamiz-da. Va metodikalar, texnikalar bizga yordamga keladi. Dilnoza, mana psixologiyaga kirib keldingiz. Shaxsiy hayotingizda nima o'zgardi? Nimalarni angladingiz? O'zingizni tutishingiz bo'yicha. O'zi bu psixologiyaga kirib kelishim, kursga qatnashim, rosa ham kurslarni qidirdim-da. Chunki hozirda diplomi bor psixolog yo'q. Chunki o'qishyapti, diplomi yo'q, faqat kurslarda o'qib chiqqan psixologlarga. Keyin yaxshi natijaga erishmasdan nima desam, hayoti izdan chiqib ketgan odamlar ham bor-da. Nolishib, ashki ko'p internetda mavzu ham bo'lib ketdi bu narsa. Birinchi o'rinda o'sha diplom. Menimcha psixologga diplom kerak. Dilafruz opani diplomi bo'lgani uchun, oliy ma'lumotli bo'lgani uchun men ustozlik kurslariga qatnashmoqchi bo'ldim. Bu kursdan oladigan natijam oldin kursga bormasimdan har narsaga jahlim chiqardi, har narsani o'zimga olaverardim. Nima desam, o'zimni fikrimni bildira olmasdim-da. Shu narsalarga erishdim. Ko'p e'tibor ham bermaydigan, fikr bildiradigan shu natijaga erishdim-da. Dilnoza birinchi yeganda oyoq qo'li qaltirab, bir javob bera olmaydigan, uyatchan, odamlarga qo'shila olmaydigan, juda ham ko'p etaplardan o'tdi va endi anglab yetyaptiki, xatolari ko'p ekanligini va yanada chuqurroq va yanada ko'proq o'z ustida ishlash kerakligini bilyapti. Hali ko'p ishlash kerak. Rosa ko'p. Chunki psixolog biz xuddichi meditsinaga o'xshataman-da, bizning faoliyatimizni
kasal odamni davolaydi mediklar. Biz ham bir insonni ruhiyatini davolaymiz, faqatgina dori darmonlasiz. Oddiygina odamlarni xalq so'zini aytganda oddiy gaplar bilan davolaymiz. Bizning o'zimizning metodikalarimiz, uslublarimiz bor. Ammo lekin o'sha inson sizni oldingizga kelib o'zini ichki savoliga javob topishdan oldin mutaxassis psixolog keldimi? Avvalo psixolog o'zi to'yingan, sog'lom va o'sha dardi bor insonni dardiga malham bo'la oladigan, uni eshita oladigan va muammosiga yechim bera oladigan bo'lishi kerak. Men o'zi aytaman o'quvchilarimga, bo'ldi, qani sen o'z ustingda ishlayver, tajriba qil, mijozing bo'lsa mijozingni men bilan birga yechimini yechgin muammosini deyman. O'sha oldimga kelib amaliyotda mana meni mijozim mana shunaqa muammolari bor ustoz, nima qilamiz desa, men nazoratimga olib ko'maklashib turaman. Va shunaqa zo'r o'quvchilarim bor, shunaqa bir pasda deylik, men 18 yil yig'gan bilim va tajribalarimni bir pasda anglab ustozdan o'tib ketayotgan o'quvchilarim ham bor. Bemalol o'quvchim deb ayta olaman, faxrlanib ayta olaman. Chunki kelib menga rahmat aytib ketgan ota-onasi, qaynona, qaynotalar bor-da. Shunasilar ham shunaqa qaynona, qaynotalar bor. O'qisin kelinim. Shu kasb tanlagan ekan, o'z-o'zidan bu ishni boshlamaydi. O'zingizga shogirdlikka oling. Birinchi qaynonasi bilan munosabatni o'rgansin, keyin odamlarga yordam beradi deb shunday qaynonalarimiz ham ilib ketishadi. Keyin nima deydi, bu juda ham yaxshi. O'sha yerda o'tkazib qaynonasi va kelinni, ya'ni nima vaziyat bo'layotganini ikkalovligiga ko'rsatib, o'rgatib, shunday chiqazib yuborgan o'quvchilarim ham bor-da. Xursand bo'lib ketaman. Ya'ni insoniylik tarafini hurmat qilib va uni tushunadigan inson va qaynonalarimiz ham juda ham ko'p. Shunasilar ham shunaqa qaynona, qaynotalar bor. O'qisin kelinim. Shu kasb tanlagan ekan, o'z-o'zidan bu ishni boshlamaydi. O'zingizga shogirdlikka oling. Birinchi qaynonasi bilan munosabatni o'rgansin, keyin odamlarga yordam beradi deb shunday qaynonalarimiz ham ilib ketishadi. Keyin nima deydi, bu juda ham yaxshi. O'sha yerda o'tkazib qaynonasi va kelinni, ya'ni nima vaziyat bo'layotganini ikkalovligiga ko'rsatib, o'rgatib, shunday chiqazib yuborgan o'quvchilarim ham bor-da. Xursand bo'lib ketaman. Ya'ni insoniylik tarafini hurmat qilib va uni tushunadigan inson va qaynonalarimiz ham juda ham ko'p. Shunaqa natijaga erishgan o'quvchilaringizni kelib chiqishida sizni to'g'ri bilim bera olganingiz turadi. Yetkazib bera olganingiz, to'g'ri yo'naltira olganingiz hozir juda ham ko'payib ketdi hozirgi kunda. Noto'g'ri ma'lumot berib, ya'ni oilalar buzilib ketayotganligi, ajrim yoqasiga kelib turganlarni, misol uchun sen o'zing nimani xohlayapsan, yashashimi, ajrashishmi degan savol yo'q-da, yo hayot to'g'risida tushuntirib, oila to'g'risida tushuncha berish yo'q-da. Mayli, o'zing nimani xohlayapsan, o'zing erkin yashashni xohlayotgan bo'lsang, ajrashaver deb qo'yishadi. Ya'ni o'sha shunaqangi kuch bilan u mijozga o'sha narsani yetkazib beradiki, u bo'ldi, ko'zi boshqa narsani ko'rmaydi va shu ajrim to'g'ri yo'l ekan degan yo'nalish bilan ketadi. Endi Kamola qarangda, sizlar hozir psixologiyaga qiziqib, o'zingizlar anglab keldinglar. Men sizlarga berayotgan darslarimni siz tezlikda o'zlashtira olasiz. Chunki inson xohishiga ko'ra tez o'rganadi. Xohlagan inson tez qabul qiladi. Endi qarang, shunaqa o'quvchilarim ham bo'lgan, berasiz, qabul qilmaydi. Shunaqa mijoz bor, ko'rsatasiz, mana shu yerdan ketgan, mana shu narsa to'g'ri deysiz, ammo u sizga qarshi yuradi. O'shaning uchun har doim aytiladi, psixologiyaga qiziqib yoki psixologiyani sal bo'lsa ham anglab kelsa, natija tezroq bo'ladi. Lekin xo'p, psixolog tushunmayapti, psixologga bergan bilimini qabul qilmayapti yoki psixolog qabuliga kelib natijaga chiqmayapti deb orqasini o'girib ketsa, u yillar davomida qiynalaveradi. Agarda kimdir orqali kelib, yo'q, baribir natijaga erishadi desa, psixologiya orqali bir insonni natijaga chiqarish mumkin. Va men psixologiyaga tushunmayapman,
qayerdan boshlab qayerda tugatishni bilmayapman deb shogirdlik kurslariga o'z ustida ishlab yurgan kuzatuvchi o'quvchilar ham bor. To'xtamasdan bilim olishda davom etaversa, men har doim sizlarga aytaman, psixologik bilim bugun o'qiysiz, bugun o'rganasiz, bugun eshitasiz, bugun izlanasiz. U sizga jarayonlarda anglatib boraveradi. Mana shunaqa narsada men o'zim ham deylik 5 yil oldin o'qigan kursimda olgan darsligimni balkim men bugun anglab yetib sizlarga hozir shotib berayotgan bo'lishim mumkin. Meni o'zimni ichki hissiyotim voy o'shanda shunaqa degdi, как раз o'sha darsimdagi o'sha fishka mana shu o'quvchimga to'g'ri keladi. Mana bu narsani men ko'p o'zimda sinadim. Siz qaysidir darsda o'qiysiz yoki ko'cha kuyda qayerdadir nimadir guvoh bo'lasizmi, anglab ketavering, qabul qilib qo'yavering. Qaysidir mijoziy uchun sizda baza bo'lib turadi o'sha narsa. Va sizga fishka o'sha joyda berasiz. Masalan, voy menga bunaqa odamlar klient bo'lmaydi yoki bunaqa insonlar meni oldimga kelmaydi demang. Chunki biz har qanaqa inson bilan ishlaymiz. Chegaralamagan bizaniki, misol uchun doktorlarniki allergiya bilan ishlaydi yoki stomatologga faqat tish muammosi keladi deyishingiz mumkin. Xirurgga operatsiya bo'lish uchun boradi desangiz, psixolog oldiga har qanday holatda kelishadi. O'shaning uchun tinmasdan cheksiz o'z ustimizda ishlashimiz kerak. 18 yillik tajribam bo'lsa ham hali hamon izlanaman. Kerak bo'lsa o'quvchilarimdan oladigan ham ko'p narsam bor. Sizlardan ham ko'p narsa olaman-da. Men psixologiyaga kirib kelishimdan maqsad tushunmovchiliklarim bo'lgani uchun keyin har doim aybdor qidirgan ekanman hayotimda. Hamma aybdor, men aybsiz hisoblagan ekanman. Keyin har doim taslim bo'lgan ekanman. Keyin atrof muhitga qarab rivojlanishga kelishgan holatda o'zim bilan kelishdim. Avvalambor inson o'zini tushunish kerak ekan, o'zini taftish qilish kerak ekan. O'zi bilan o'zi tanish kerak. Ko'pchilik o'zini tanimaydi. Shunaqa, shu o'zingiz bilan taftish qilganingizdan keyin, o'zingizni anglaganingizdan keyin insonlarni tushunib borar ekansiz. Keyin men har doim o'ylardimki, yoshga bog'liq deb o'ylardim. Lekin vaqtliroq boshlagan bo'lsam ham qiziqqanman, lekin psixolog bo'laman deb o'ylamaganman. Shu yo'nalish bo'yicha men yo'nalishga kirsam, hamma problemalarimni hal qilaman deb o'ylagan edim. Keyin sekin-sekin qiziqdim. Qiziqib kelman, 4 yil, 5 yil bo'ldi, lekin bitta maqsadim yo'q ekan. O'ylab qarasam, keyin sizni kursingizga kirib, o'qiganimdan keyin tajribalarimdan kelib chiqqan holatda demak qilaman degan insonni har bir insonni qo'lidan kelar ekan. Faqatgina kuch topish kerak ekan, xatolarini tan olish kerak ekan. Shunaqa Xatolarni tan olgan holatda, o'zini fikrlarini hurmat qilgan holatda, o'zidan kelib chiqqan holatda qaror qilish kerak ekan. o'zini hurmat qila olgan inson atrofdan hurmat ola oladi. Shunaqa. O'zi nima xohlagan inson atrofga ham o'sha xohishlarini taqdim eta oladi va uni natijasini va o'sha xohishlarini amalini ola oladi. Har taraflama o'sha o'zingizning xohishlaringiz, orzularingiz, qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni bilasizmi? Aslida hammasi o'zimizdan boshlanadi. Biz xohlaymiz va hamma narsa oson va yengil bo'ladi. Uning uchun biz o'sha narsani xohlab olishimiz kerak va men o'zi kimman? Men qanaqa yashashim kerak? O'zi nima istayapman va u qanaqa amalga oshadi? Mana shu narsalarni biz bilib olishimiz kerak. Shuning uchun men har doim aytaman, o'zingiz bilan o'zingiz tanishing. Bizda psixologiya shunaqa narsa-da, inson birinchi o'chirda o'zi bilan o'zi tanishishni taqdim etadi. O'zi odamzodning ruhiyati shunaqaki, odamzodning o'zini shunaqa ruhiyati shunaqaki, kimgadir taqqoslab u rivojlanyapti, men rivojlanmayapman. Nimaga unda bor, nimaga menda yo'q? Nimaga u boy, nimaga men qarzda yashayapman? Nimaga u rivojlanish kerak, men nimaga rivojlanmayapman? Bu taqqoslov. Bunaqada rivojlanmaydi. Bunaqada pastlikka tushib ketaveradi. Qachonki o'zini o'rganib, demak u qila olyapti, u qilgan narsani men ham qila olayman. Kerak bo'lsa a'lo darajada qilaman deb o'zini kuzatsa, zo'r natijaga erishadi. Agarda kimgadir taqqoslasa,
bo'ldi. O'sha yerda to'xtadi degani. Tamom. boshqa insondek yashaydida, o'zini bilmasdan. Eng qiyin narsa ano qanaqa desa bo'ladi? Искусственный deydi-ku. Sun'iy. Eng qiyin narsa sun'iy yashash. Ko'p odam 60-70% odam sun'iy yashaydi. Mana deylik siz manda shunaqa narsalarim bor, manda yoki onam olib berdi, erim olib berdi, yoki bormoqchiman, yoki shu etaplardan o'tdim desizchi, ko'p inson sun'iy. Manda ham bor. Voy, men 5 yil oldin olganman u narsani. O'zi yo'q. Sun'iylik. Bilasizmi, bu narsa ustida sizga o'zini chiroyli ko'rsatib berishi mumkin, lekin ichida o'zini yeb boradi. Sizni oldingizda kulib bu vaziyatdan chiqib ketdi. Siz endi erishgan bo'lsangiz, u 5 yil oldin erishib bo'ldi u narsaga. Ammo lekin uyga borib, u o'zini zanjirlaydi. Ana endi yig'laydi, ana endi xafa bo'ladi. Nega menda o'xshamaydi? Nega men baxtsizman? Bu narsa ko'payib, keyin o'ziga bitta aybdor odamni topib olishga sabab bo'ladi. Sen meni o'qitmagansan. Imенно bu narsani sabab qilmaydi. Ichida yig'il bo'ldi, o'sha baza ko'payib ketdi. Sen de meni oyog'imni ushading yoki farzandlariga salla deb men rivojlana olmadim. Men tengilar bor-ku, meni o'rtoqlarim-chi, hozir katta biznesmen, mana shu kasbidachi ilmiy ishlar qilgan. Men qila olmay qolib ketdim. Sabablarni qidirishni boshlab, inson o'zini ayblaydi, uni oqibatida o'sha stress, depressiya, ya'ni hayotning qorong'u kunlari va bu narsa uni kelajagiga ham katta ta'sir qiladi. Shu darajaga kelib qolishda deyman, insonni atrofidagi oila a'zolari ham ozgincha sababchi bo'lib qolishi mumkin, chunki yosh o'sib kelayotgan avlodni yo'naltira olish kerak. Bor bozorga, men buni sotib kel, bir kuni o'tdi. Ertasiga bozoring yaxshi bo'lgan bo'lsa, yana olib borib sotib kel, undan yaxshi bo'l. O'sha shu yo'nalish bilan ketib qoladi-da, vaqtini yo'qotadi. U tengilib yo'lda o'qiyotgan, til o'rganayotgan, o'z ustida ishlayotgan, harakat qilayotgan bo'ladi. Lekin bu o'sha vaqtni o'tkazib, yo'qotib bo'lgandan keyin afsuslanib, aybdorlikni boshlaydi. O'sha 10 yil oldingi bozorga chiqargan onasini, adasini ayblashni boshlaydi. Men shu yo'nalish aytaman, ya'ni opa-ukalarimizmi, misol uchun atrofimizdagi o'zimizdan yaqinlarimiz ham to'g'ri yo'naltirishi, ya'ni o'sha insonni yoshiga mos bo'lgan jarayonni tushuntira olish kerak. Ya'ni sen hozir o'qishing kerak, bilim olishing kerak, izlanishing kerak. Sen tengil unaqa qilyapti, sen tengil bunaqa qilyapti emas. Ya'ni unga faqat o'zini, ya'ni qo'shni bilan taqqoslab, o'rtog'i bilan taqqoslab emas, unga o'zini, ya'ni kim bo'la olishi, qo'lidan nimalar kela olishi, shu jarayonni olib borish kerak. Kelajakda xuddi shunaqa siz aytgandagi afsuslanish, o'zini aybdorlik his qilib, yana kimdandir ayb qidirish darajasiga kelmasligi uchun atrofdagi insonlarda ham ozgina mas'uliyat bo'lishi kerak. Bizda Yevropa emas, bizani ota-onamiz, amakimiz, tog'amiz, xolalarimiz, opa-singillarimiz bor-da, yo'naltira oladi. Bizni jahl bilan turgan bo'lsa, u jahlsiz turgan bo'lishi mumkin. Atrofni ko'ryapti, kuzatyapti, bizdan uzoqroq joyga boryapti, ko'rib kelyapti, bilyapti, tushunyapti. Ana o'sha tushunchalarni to'g'ri yetkaza olish kerak. To'ppa-to'g'ri fikringizga qo'shilaman. Psixolog sifatida men har doim bir insonga tavsiya berishdan oldin vaziyatni o'rganib chiqaman. Balkim o'sha ota-ona nima sababdan bolasini 7-8-sinfda bozorga chiqazib yubordi. Balkim taqdir taqozo qilgan bo'lishi mumkin. O'sha bolaga sizni fikringiz to'g'ri yo'nalish berishimiz kerak. Ya'ni borsan meni dori-darmonimga pul topib kel emas. Imkonim sensan. O'qishingni ham davom ettiramiz va sendan ozgina menga ko'mak kerak desa, o'sha bola faxr bilan o'sha ota-onasini yo'naltirgan yo'nalishga ketadi. Agarda ota-onalar bor, to'g'ri, majburiyat bilan menga o'qishing kerak emas, nima o'qib dunyoni olasanmi, bor bozorga pul topib kel desa, bolada o'sha agressiya, hayotga bo'lgan xafagarchilik, bola bo'lib o'rtoqlardan qolib ketgan, o'ynolmagan, alam, mana shu narsalar vujudga keladi. Shuning uchun biz psixologlar har doim hamma narsani polniy, ya'ni hamma narsani har taraflama ko'rib o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Aslida 4 ta rakursdan qarasak ham to'ppa-to'g'ri. Har doim
bir inson o'z muammosini aytyaptimi, uni haqiqati, u ham to'g'ri. Shuning uchun nima uchun psixolog? Psixolog har bir rakursni alohida o'rganib chiqadi. Chunki har bir shaxsning o'z haqiqati bor. Mana shu joyda psixolog xato qilib qo'yish kerak emas. Ya'ni o'sha kelgan insonni otasini, onasini ayblab yoki uni hayotidagi hayot qiyinchiligini sabab qilib qo'yishimiz kerak emas biz psixologlar. Qaror beramiz, qabul qilish mijozni qarori. Lekin ko'pincha psixolog shunaqa dedi-ku deb qo'yishadi-da. Shuning uchun baribir yo'nalishda biz xato qilishimiz kerak emas-da. Zilola opa, mana 70 yoshda IELTS olgan insonni eshitdik. Endi siz mana 55 yoshda psixologiyani o'rganib shu sohada diplom olaman deb o'qiyapsiz. Nima majbur qildi sizni shu sohaga kirishingizni? Hozirda men Rossiya davlatining maktabgacha bo'lgan bolalar psixologiya fakultetida 4-kurs talabasiman. Psixologiyaga kirib kelishim o'zim meditsina xodimi bo'lsam-da 37 yillik stajga ega bo'lgan meditsina xodimiman. Lekin meni psixologiyaga kirib kelishim, unga qiziqishim hozir aytib o'tdingiz, inson avvalambor o'zini ichidagi o'zini g'alayollarini, o'zini ichidan ketayotgan hissiyotlarni sintez qilish, ya'ni обработка qilish. Mana shu narsaga men qiziqdim. Oldin ozgina jizzaki edim. Birovlarni eshita olmasdim. Qabul qilishim qiyin edi. Hozir inson qabul qilish kerak, hozir o'zligingni bilishing kerak degan muhokama bo'lib o'tdi. Lekin men qabul qilishim qiyin edi. Birov sen bunaqasan desa, tamom shu kuni bilan men shunaqa ekanman deb o'zim ayblab yurardim. Men shu psixologiyaga o'qib, men bir nechta kurslarda o'qidim. Juda katta bu psixologiyani cheksiz anglashlar, o'zimda ham mana shu anglashlarni oldim. Hammasini o'zimda sintez qilib, qaysi kerak emas, qaysi kerak, qanday qabul qilishim kerak. Ya'ni o'sha menga negativ kelayotgan fikrlarni, ya'ni odamlardan eshitayotgan fikrlarimni qanday qabul qilishim kerak. Mana shularni ham sintez qilib, psixologiya mana shu jarayonda menga juda ham yaxshi yordam berdi. Psixologiyada-chi o'zi aytaman, negativ bashi zo'r narsaga o'stiradi insonni. Ya'ni qabul qilish kerak, mazza qilib negativ bilan yashash kerakligini o'rganadi. O'sha negativlardan kelayotgan, menga kelyapti. Nimaga negativ bo'lyapti? Значит, menda nimadir hodisa bo'lyaptiki, men bilmayapman, anglamayapman. Negativ kelyapti. Demak, kimgadir yoqmas, kimgadir yoqmayapsiz-da. Zo'r-ku. Обработка qilib, odam inson o'zini ustida o'zi ishlab, bemalol yaxshi kayfiyatda yura oladi. Men sizni kursingizga kelishimdan maqsad bu institutni o'qiyapman, lekin menda amaliyot kamligi, men ozgina qo'rqdim. Shu bolalar psixologi bo'lmoqchiman. Lekin men qanday qilib mana shu bolalar psixologi qanday qilib bolalar bilan ishlayman deb sizni amaliyot kursingizga yozildim. Siz bolalar psixologiyasida o'qimadingizmi? Lekin men bolalar psixologiyada o'qimasam-da, oldim men ta'lim. Bolalar psixologiyadan ta'lim oldim-ku. Bu yerda bizda hammasi jamlangan. Hammasi jam bo'ldi. Lekin hozirda men endi bemalol bog'chaga borib, bolalar psixologi bo'lib ishlay olaman deb o'ylayman. Ishlay olasizlar, chunki men duh oldinglar, kuch oldinglar, energiya oldinglar. Aynan psixologiya o'zi nima ekan, qayerdan boshlashim kerak degan savollarga cho'tki javob oldinglar-da. To'laqonli javob oldinglar. Oldin olgan psixologiya sohasida olgan mana shu diagnostika qo'yish, bolalar bilan har xil terapiya, pestovka terapiya, skaska terapiya bilan hammasidan ozgincha ma'lumotim bor edi va bular yana to'liqlashdi. Endi bemalol o'z faoliyatimni bog'chalarda bolalar bilan ishlashga bo'ladi. Bo'ladi. Savil chalib qo'yinglar, tayyor ekanlar opa. Chunki nimaga tez anglab oldilar? Hayot tajribalari ham bor-da. Misol olgan darsdan berilgan vazifa yoki vazifadan ham tashqari biz juda ham ko'p muhokama qildik. Vaziyatlarni ko'rib chiqdik. Vazirlar ham tez anglab oldilar. Tahlillar oson ekan-ku, lekin dars boshqa,
ish boshqa. Ishda aynan sizga muhtoj inson bilan ishlayotganingizda yana bir karra sizda mas'uliyat, yana bir karra voy bilmaganlarim ko'p ekan-u degan tochka keladi. Chunki o'rgangan saringiz, bilgan saringiz bilmaganlaringiz ko'pligini anglab qolasiz. Mana siz hozir o'qiyapsiz, diplomlisiz, amaliyotda savollaringizga ancha javob topib, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yuksaldi va bo'ldi, men ish boshlayman deyapsiz. Ishga kirasiz, 4 ta bolani oldingizga o'tkazganingizdan keyin, voy, mana buni o'rganishim kerak ekan, buni o'rganishim kerak ekan deysiz. O'shanda to'xtamasdan o'z ustingizda ishlasangiz, juda ham zo'r natijalarga erishasiz. Xudo xolasa. Bunaqa zo'r. O'sha voy bilaman deb borib olishadi-da. Voy, endi men bitta nima qilaman? Voy, kirib oldim. Halolapsiz, aytadimi? Voy, ustoz, bizga metodikalar kerak bo'ladi. Psixologga birinchi yordam qurol metodikalar. Metodikalar insonni, bolani ochib beradi. Demak, psixologlar doimiy o'z ustida ishlab, texnika va metodikalarni chuqur o'rganib olsa, maza qilib ishlaydi. Bizani ish qurolimiz aslida shu texnika, metodikalar hisoblanadi. Ko'p psixologlar nimaga qiynaladi? Shu metodikalar yo'qligidan qiynaladi. Treninglar o'tishga qiynalishadi. Aynan insonni eshitib o'tirishadi, oxirida nima bilan tugatishni bilishmaydi. Psixolog nima deyish kerak edi? Oxirini qanaqa yakunlash kerak edi? Men psixologman, mutaxassisman, nimadir devorishim kerak-ku, natija olib ketish kerak-ku mendan deb o'ylashadi. Har doim ham birinchi konsultatsiyada natija chiqmaydi. Kompleksni ishlash kerak bo'ladi. Kompleksni deganda bitta insonni natijaga olib chiqish uchun o'sha boya aytgandek otasi, onasi, farzandi, ish joyi, holati, muhiti, sharoiti hammasini o'rganamiz. Bitta qilib aytganda hozirgi kunda coach deyishyapti, coach yo'nalish kerak.